Bugun kameraga qarab gapirish challenjimni 15-kuni. Bugun allaqachon motivatsiya disiplinaga aylangani haqida gaplashamiz sizlar bilan. Chunki motivatsiya bu kayfiyat bilan bo'lgan narsa va men ham shu kayfiyat bilan boshlaganman bu proyektni, ya'ni bu challenjni. Hozir bu kayfiyat allaqachon intizomga aylangan, chunki bugun 15-kun. Mana qor yog'sa ham yoki kayfiyatim bo'lmasa ham, charchagan bo'lsam ham shu challenge olishim kerak va mana bugun videoga olinib turibdi va intizom bu bitta narsani boshlagan ishimizni oxirigacha yetkazish. Qanaqa kayfiyat, holat, nima bo'lishidan qat'iy nazar oxirigacha yetkazishimiz. Va men bugun shu haqida gapirmoqchiman. Bugungi video qisqaroq bo'lishi mumkin. Sizlar bilan oxirigacha olib boramiz proyektni. Bugun kun shu haqida.